Assalomu alaykum hurmatli kamerachilar. Mana bugun ikkita shitimiz bo'yicha zakaz tushdi. Inshaalloh yakuniga yetdi. 15 kilovatli nasos uchun mo'ljallangan shitimiz tayyor. Shitimizda shu invertor qo'yildi. Invertor nasos uchun mana bular misol uchun avtomat hamda kuchlanishdan himoya qilish uchun bilamizki, bitta faza yo'qolsa agar ushbu zashda ishlab nasosni himoya qiladi. Tashqi ko'rinishi mana shunday. Ushbu indikator orqali bitani borligi ko'rinadi, ko'k bilan ishlayotganligidan ko'rinadi. Mana bu signalni indikator hisoblanadi. Mabodo agar invertor ashibga bersa, signal beradi. Mana bu knopkalar start, stop, pusk hamda oxirgisi sbros ashibga. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, pastdagi nomerlarga chiqaverasizlar. Bizlar xizmatda sizlar uchun.